Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun biz sizlar bilan mana shu Skyblockda yashab qolishga urinamiz. Bu yerda juda ham ko'p orollar bor. Hali u yerlarga ham borishimiz kerak, kuchayishimiz kerak. Unday bo'lsa men videoni boshlayman. Siz esa kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Chunki bu ishlaringiz menga juda ham kerak. Chunki biz tezroq 5000 ta obunachini yig'ishimiz kerak. Unday bo'lsa, gapni cho'zib o'tirmasdan tezroq videoga qayta qolamiz. Bu sandiqni sindirib tashlashimiz kerak. Va aytgancha do'stlar, hozir El Clasico ketyapti. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Real Madrid hozircha 1-0 hisobida g'alaba qozonyapti. Endi bu yog'ini Xudo biladi. Barsa yutadimi, Real Madridmi, menga qizig'i yo'q. Menimcha bu safar Real Madrid qasos olishga ancha yaqin turibdi, chunki Barselonada hali yo'qotishlar juda ham ko'p. Yamal to'liq formasiga qaytgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin asosiy darvozabon yo'q. Shuni ham inobatga olish kerak. Rafinha yo'q. Joan Garcia yo'q. Mayli, futboldan uzoqlashamiz, chunki biz Minecraft o'ynayapmiz. Endi biz nima qilishimiz kerak? Hozir biz kirka yasaymiz va bolta. Bu narsalarni hozircha bu yerga qo'yib tursak ham bo'laveradi. Iltimos, bitta bo'lsa ham ko'chat beringlar. Ana. Baxtimizga bitta bo'lsa ham tushdi. Endi buni o'stirishimiz kerak. Bu yerga qo'yib qo'ysak o'zi o'sib turaveradi. Biz esa hozir tosh kovlaymiz. Va bu orolga borishimiz shart emas, chunki bu Hopga qaytaradigan orol ekan. Men ko'rdim. Birinchi bo'lib qayerga boramiz? Birinchi bo'lib u yerga, u yerdan bu yerga, keyin mana bu tepasiga chiqamiz. Xo'p, yaxshi. Unda videoga qaytamiz. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta. Zo'r g'oyam bor meni. Buni shunday qilib pastga qo'yib qo'ysak. Bemalol tosh kovlayotganimizda ishlatsak bo'ladi endi crafting table'ni. Ana. Menda yana bitta g'oya bor. Buni bu yerga qo'yamiz va bu yerga qo'yib qo'yamiz. Nimaga bunday qilyapman bilmayman, lekin bu toshlarning ko'pini yonib ketishdan saqlaydi deb o'ylayman. Bu menimcha ish beryapti ham. Ana, toshlar yonib ketgani yo'q, yaxshi. Bunday ishimiz juda aqlli g'oya bo'ldi deb o'ylayman. Hop, yaxshi. Menimcha 25 ta, 26 ta, shuni 30 ta qilaylik-da. 28, 29 yo'q, bunisi emas. 29, 30 va bemalol buni yasasak bo'laveradi. Hop, mana bizda endi yetarlicha bloklar bor, menimcha. O'ylayman, bular yetarli. Okey, qayerga bormoqchi edik? Bu yergami? Yo, birinchi bo'lib bu tomonga borishimiz kerak menimcha. O'sha joyga qiziqib ketyapman. Endi tezroq qurib borish kerak. Chunki u yerda nima borligini hali o'zim ham bilmayman. Bu dunyoga birinchi marta kirib ko'rishim. Men Skyblockni ko'p o'ynaganman, lekin bu Skyblockni birinchi marta o'ynashim. Bu Skyblockni modlar ilovasidan topdim. Menimcha ancha yaqinlashib qoldik.
Bunday qilib olsak yaxshiroq. Va mana deyarli yetib kelib qoldik. Lekin men o'ylaymanki, bizning bloklarimiz bu yergacha yetmas ekan. Afsuski, ozgina yetmay qolar ekan. Yo'q, nega hayot shunchalar beshafqat? Nega hayot shunchalar beshafqat-a? Ayniqsa Minecraftdagi hayot. Endi biz yana bu yerga yana kovlashimiz kerak. Bitta bu yerga tushib qolibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Hop, buni olamiz. Menda g'oyam bor. Bu narsalarim yonimda ekan yaxshi. Endi bu yerga kelamiz-da. Yo'q, bunday qilsak juda ham sekin sinadi. Shunday qilib bunday qilsak ana endi yaxshi. Bemalol qo'limizni shunchaki telefonga qo'yib tursak, o'zi kovlab olaveradi. 7 ta, 8 ta, 9 ta. Bu yerda 10 ta ekan, 12 ta qilamiz mayli. 3 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak albatta. 11 va 12. Va tamom. O'ylashimcha bu bloklar yetsa kerak. 6 tasini shunday katta holida saqlab qolamiz. Va endi bu yerdan yiqilmay yetib olish kerak. O'ylaymanki, u yerda maxluqlar bo'lmaydi. Umid qilamiz, maxluqlar bo'lmaydi deb. Videoni shu joyda aytib qo'ymoqchiman. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Video boshlaridan ham aytdim bu gapni. Yana aytaman. Chunki bu men uchun juda ham muhim. Sizning bitta bosgan like'ingiz mening videoyimni dunyoga mashhur qilishi ham mumkin. Shuning uchun like bosishni unutmang va kanalimga obuna ham bo'ling. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bilan men shuncha darajaga yetib keldim. Va endi bu yog'iga ham sizning qo'llab-quvvatlashlaringiz yetib bora olmayman. Va tepaga chiqish vaqti keldi. Menimcha monsterlar yo'q. Ha, to'g'ri yo'q ekan. Wow, bu narsalarni olmaslik gunoh bilan teng menimcha. Endi nima qilishimiz kerak hozircha? Men temirni eritib turishim kerak. Bu yerga buni qo'yamiz va bitta pechka yasasak, bu yerga ko'mir va temir zo'r tushar ekan. Ko'mir, temir. Bu yerda bo'ldi ana bu chekkada pozitsiyada bir turgan nimaga o'zgarmayapti desam, unisi boshqa narsa ekan. Endi hop, bizga 3 dona temir kerak kirka yasash uchun va bu oroldagi hamma resurslarni yig'ib ketishim kerak men. Chunki bular menga hali anchagina kerak bo'ladi va boshqa orollardan ham topsam bo'ladi mayli. Hop, bularni oldik. Bularni ham olishim shart emas menimcha. 4 ta bo'libdi, yaxshi. Bittasiga qalqon va yana bittasiga kirka. Yo'q, qalqonni bu yerga qo'yamiz va birinchi olmosimizni kovlaymiz. Yo'q, bu yer tagi yo'q ekan. Iltimos tushib ketma. Yo'q. Men hozir nima qildim, bro? Yo'q, sen tushma faqat. Iltimos sen ham tushib ketma. Va men bitta olmosimni nima qilib qo'ydim? Buni yasashimiz kerak albatta endi. Shuncha yo'qotishlardan so'ng yasamasak ham bo'lmas. Menda bir g'oya bor. Buning uchun tezroq bo'lishimiz kerak. Buni olishimiz kerak hammasini. Va tezroq yasashimiz kerak. Bu mash'ala deyilardi. To'g'ri shunday. Hamma joyni tezroq yoritishimiz kerak. Chunki zombilar va skeletlar va boshqa turli xil yovuz maxluqlar spawn bo'lishi mumkin. Shuning uchun tezda
Hamma joyini yoritib qo'ydim. Yaxshi. Endi bemalol narsalarimizni eritib olsak bo'ladi. Va crafting table'ni ham buni ustiga qo'yamiz va bizga ozgina daraxt kerak. Menimcha 3 tasini o'zi yetsa kerak. Yo'q, yetmadi, afsuski. Hammasiga yasaymiz mayli. Mana. Endi buni atrofini nimadir ko'rdim bu yerda. Do'stlar, sizlarga ham nimadir ko'rindimi bu yerda? Fantomlar bormi? Yo'q, fantomlar yo'q. Menimcha ko'zimga ko'rindi yoki Minecraftning o'zini qandaydir zarrachalardan biri bo'lsa kerak. Endi bularni bunday qilib qo'yib chiqamiz. Platformani harakatlantirishimiz kerak anchagina. Va bu yerga yo'q, xato qo'yib qo'ydim. Endi buni bemalol chopib olsak bo'laveradi. Yaxshi. 6 ta. Bu ham yaxshi. Menimcha nima ko'rganimni tushundim. Xo'p do'stlar, men juda ham ko'p tosh kovladim va endi o'ylaymanki, boshqa orollarga ham bemalol yetib olsak bo'laveradi. Birinchi bu orolning orqasidagisiga boramiz. Xo'p, bunday va bemalol bularni yasab olsak bo'laveradi. Va bulardan juda ham ko'p bor endi bizda. Blokdan deyarli muammoyimiz qolmadi ham desak bo'ladi. Men yangi kirka yasab, uning ham jonini ketkizdim. Bu qanday tugma, buni bilaman. Bu narsalarni lekin bemalol sindirib olsak bo'ladi. Bu blokni bizga qandaydir nafi tegadimi? Yo'q, lekin shunchaki qurish uchun command blok bor ekan. Bu yerda olmos ham bor ekan. Afsuski command blokni ishlata olmaymiz. Nega hayot shunchalar beshafqat? Bu yerga boramiz, keyin esa bu yerga. Xo'p, do'stlar, kanalimga obuna bo'ling. Buni juda ko'p aytyapman negadir bugun. Va do'stlar, bu orolni tekshirdim, lekin afsuski hech narsa topmadim. Endi narigi orolga borishga qaror qildim va u yerga ham tezda qurib boramiz. Va bu yerga menimcha El Clasico'da tanaffus bo'lsa kerak hozir. Chunki ancha bo'ldi boshlanganiga. Bu yerda qandaydir moblar bormi? Ovqat yoki shunga o'xshash narsa degandek. Va bu yerga bunday qo'ysak. Va bu yerda hech nima yo'q-ku. Faqat gullar va o'tlar. Endi narigi tomonga borish endi meni keyingi g'oyam edi va qanunda ketdik. Birinchi bo'lib bu bloklarni ishlatib yuborsak yaxshiroq bo'ladi. Va mana buni ham bunday qilib yassak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmas ekan. Qumni lekin bunday qilsak bo'laveradi. Buni ham olamiz. Buni ham hamma bloklarimni ishlataman. Buni ham, buni. Menimcha hali bor anchagina. Va bunday qilib sekingina qurib ketaveramiz. Yaxshi. Bunday qilib qursak ancha tejaladi blok. Bu yer nima, bedrockmi? Okey. Yaxshi. Borganimizda bilamiz qanday blokligini. Ha, bedrock ekan bu yer.
buni bitta qo'yamiz, yana buni bitta qo'yamiz, yana bunday qilsak, yana bunday qilsak yetib kelamizmi? Bu yerda juda ham ko'p lapislar bor ekan. Men bu joyni bildim. Bu joy kuchlashtirish xonasi. Bu yerni tushundim. Endi biz kirkamizni ozgina kuchlashtirib olamiz deganimda darajam kamligini ko'rib qoldim. Yo'q, men nimaga shakar yasadim? Shakar qamish bizga hali kerak bo'lar edi. Mayli. Yaxshi. Birinchisiga yaxshiroq sehri tushdi-ku. Endi u yerga boramizmi? Shuncha joyni qurib keldim, do'stlar. Buni olsakmikin? Yo'q, bu yer bo'lmaydi, chunki mana bu narsalar bor. Buni olishimiz yaxshi g'oya bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi bundan bitta crafting table yasaymiz va 56 tani shunday qilamiz. Va yasab yuboramiz qolgan hammasiga. Endi ortga qaytsak ham bo'laveradi menimcha. Let's go. Shuncha qurib kelgan yo'llarimdan orqaga qaytyapman va olgan narsam bir marta qurolimni sehrlash bo'ldi. To'xta. Buni ham olsak bo'ladi, yaxshi. Shunday olinsa bo'ldi. Endi mana buni tekshirib ham ko'rsak bo'ladi aslida. Qani endi buni bosamiz, olamiz va bosamiz. Bu yerga qaytar ekanmiz. Bu yerdan nima qilsak bo'ladi? The map is now officially on beta. There are the first release. Bo'ldi, bu yerda bizga kerakli hech narsa yo'q, to'g'rimi? Bu yerda hatto yozuvni ham o'zgartira olmas ekanmiz. Tushundim, bu yer foydasiz joy. Peaceful, easy, normal, hard. Nima qilsak bo'ladi? Bunday qilib ko'ramizmi? Peaceful. Qani bu yerda nima? Monument room. Extras qo'shimchalar deydi. Not unlocked yet. Fire download. Hali ochilmagan deydi. Yaxshi, bu yerga qaytamiz. Bu yerda juda ham ko'p narsalar yo'q. Nimaga crafting table qo'yapman o'zi? Yaxshi, bu o'saveradi o'zi. Buni ham boshqa joyga qo'yib qo'yish kerak. Bu yerga va bu yerga. Aziz do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'lishni ham hech unutmang. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammangizga xayr.